biz sizlar bilan uyqu, tush ko'rish va gipnoz mavzusini boshlaymiz. Bilasizlar, oliy nerv faoliyati mavzusida eng qiziqarli mavzulardan biri bu uyqu, tush ko'rish va gipnoz. Chunki insonni bilasizlar, ayniqsa mana inson hayoti uchun zarur bo'lgan narsa biz aytgan edik. Oziqa, suv, havo kerak edi, to'g'rimi? Bunda esa insonning hayoti uchun faqat oziqa emas, suv, havo emas, balki insonning hayoti uchun eng kerakli bo'lgan narsa bu uyqu bo'lib hisoblanadi. Chunki insonga oziqa mahsuloti qanchalik kerak bo'lsa, uyqu ham shunchalik kerak ekan. O'rtacha 70 yoshni oladigan bo'lsak, 70 yoshli yili uyqu bilan o'tar ekan. Hayotining 6 yili uyqu bilan o'tadi. Endi uyqu organizm uchun qanday ahamiyatga ega? Bilasizlar, har bir insonni yoshiga qarab uyqu normalari bor. Ayniqsa bu uyqu normalari insonni nerv sistemasini rivojlanishiga, nerv sistemasiga katta ta'sir qiladi. Nima uchun? Ikkinchidan, oziq moddalarning faol sivrilishiga yordam beradi. Organizmda energiya to'planadi. Uyqu odamning tetiklanishiga, kuchga to'lishiga, yangilanishiga olib keladi. Uyqu miyani ortiqcha nagruzkalardan xalos qiladi. Uyqu davrida butun tanangiz dam oladi. Qachon dam oladi? Qachonki sizga tasavvur qiling, kechqurun soat 10 bo'ldi deguncha uyqu signali keladi sizga. Uyqu signali kelgan paytda hali ko'zingiz sekin mudrab boshlaysiz. Bu yuzaki uyqu mudrash davri bo'ladi. Shunda siz o'sha uyqu kelgan zahoti uxlasangiz, demak siz mazza qilib dam olasiz, organizm o'zini tiklaydi. Agarda o'sha paytda uxlamasdan yana miya qo'zg'alishga o'tadigan bo'lsa, bunda tiklanish yo'qoladi. Natijada kecha soat 1-2 gacha sanqib yurasizda, 1-2 dan keyin uxlashga harakat qilasiz. To uyqu miya tormozlanish davrigacha ham anchagina vaqt o'tadi. İnsonni bilasizlar, miyasi EEG qilinadi. EEG elektroensefalografiya. Buni yaxshi bilasizlar. EEG qilinganda, qarang, mana bu ya'ni birinchi siz hali mudra boshlaysiz-ku, o'sha mudrash birinchi yuzaki uyqu davri. Ikkinchisi mudrash davri. Uchinchisi esa chuqur uyqu davri bo'lib hisoblanadi. Chuqur uyquga ketgan paytingizda mana miyani ishlashini ko'ryapsizmi? Mana bu holatda bo'ladi. Chunki yuzaki uyqu paytida to'lqinlar ko'p, ya'ni mudrash davrida to'lqinlar sekinlashdi va oxirida chuqur uyqu somnambulizm davrida esa bu yerda anchagina chuqurlashib qoladi va natijada to'lqinlar sekin pasayadi. Nima hisobiga pasayadi? Yashaylar, to'ppa-to'g'ri. Miyada tormozlanish jarayoni bo'lishi bilan to'xtaydi. Ba'zan shunaqa bo'ladi. Tush ko'rayotgan ba'zi odamlar aytadi, men umuman tush ko'rmayman. Tush ko'rmaslik, qarang, tush ko'rmaslik bu yaxshi. Yaxshiligi nimada? Chunki bosh miya katta yarimsharlari juda ham yaxshi dam olgan bo'ladi va tormozlanish bo'ladi.